Kunamiz ketdi-yu. Shu qo'shnini ko'rsam asabim buziladi. Issiqda kunida qop-qora to'nni kiyib, qaynoq choy ichib o'tirishini-chi. Suv ham tugabdi. Qo'shni, tashqarida to'nni kiyib, issiqda qaynoq choy ichib o'tirishingizni qarang, odamni asabiga tegib. Mana tiq issiqda ishlayapman, qiynal. Uyingizda o'tirsangiz bo'lmaydimi? Va o'tgan ketganlar sanayapsiz mahalla deyiladi. Yo'q, baqiravermang. Bu yerda yosh bolalar bor uxlayapti. Uyda ustalar borligi uchun sport o'tiribman, to'nim chang bo'lmasin deb. To'n chang bo'lmasligi uchun sondiqqa solib berish kerak. Biz qishki ustboshlarni har yili bahorda sondiqqa solamiz. Siz har yili yozda shu to'ningizni kiyib o'tirasiz. Qanaqa usta ishlatyapsiz? Meni ham yaqinda bitadi. Krakertin degan ustalar kelgan. Kel o'zing ko'r. Men kirmayman. Ko'zpo'zi ham tegmadi, tutib turib orqasida. Assalomu alaykum, usta Hormay. Charchamayapsiz. Alaykum assalom. Bu travertin men ham qildirmoqchiman. Uyim bityapti. Qanchadan bo'lyapti? Garantiyasi bormi? Nandan turing, siz ketyapsiz. Aka, travertinimiz 80 mingdan 150 minggacha variantlarimiz bor. Ha. 15 yilga garantiyamiz ham bor. 5 yil servis xizmatimiz bor. Servis nima degan servis? Servis nimadir bo'lsa, telefon chaqirsangiz o'zimiz yonimizdan kelib to'g'rilab beramiz aka. Siz ketyapman. Kvadrati necha puldan? Kvadrati 80 mingdan 150 minggacha variantlarimiz bor. U uydagilarning xohishiga qarab. Qaysi birini tanlasangiz, obrazetslarni surib beramiz. Qaysi birini tanlasangiz, o'shandan qilib beraveramiz. Narxini kelishi. Qaysi milligidan shu. Bu material hamma o'zlaringizdan bo'ladimi? Hamma narsasi o'zimizdan. Siz oziq-ovqat berasiz, yotgani joy bersangiz bo'ldi. Aka, nomeringizni pastda qoldirib qo'yapmiz. Kuzatuvchilar ham ko'rayotgan bo'lsa, pastda nomerlarga aloqa qilsangiz, akalarimiz chiroyli qilib garantiyali ishlarni bajarib berishadi. O'zbekiston bo'ylab, aka. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. O'zbekiston. To'g'ri tanlov qilibmanmi? Zo'r, lekin to'nni to'g'ri ish qildingiz. yechib qo'ying, isib ketyapman. Usta, tanlovni sog' bo'lsin. Batdan keyin biznikini qilib berasizlar. Bo'ldi. Sog' bo'linglar.